Aldığım günü ben bir şagird kış ketdi. 0 seviyede kelgen. Ondan qımaptı. Muşunda qısanlar bulamdı. Dep bir film işildim. Bu filmin içinde nurg'ula imkon saraylar bo'pti. Sen maaşı jiqvadinglarmi? Qursuq amdan tamoq vadinglarmi? Cho'qim amdan muomala qilmagan nima deb. Chimanbog'da ishlatda oldin kelganlar necha 6 oy bo'ldimi to'liq kelganlar. Chimanbog'dan rozimi, rozi emasmi deb qo'yinglarchi. Rozi. Ovozinglar boshqa rozimi, rozi emasmi? Rozi. Majbur dedirmidim ma gapni o'z ixtiyoringlar deb atsa shunaqa. Ma yig'i kelgan inlar, nim qilib keldinglar? Nima deb qo'yinglarchi? To'g'ri. Hunar o'rganib keldinglar. Bu yerga sizlar pul topib kelmadinglar, to'g'ri? Bu yerga hunarni ravris o'rganib, kelgusida yaramli qadam bo'laman. Jamiyatga yug'mayman. Ota-onamga aytgan eg'irchilikni solmayman deb hunar o'rganib keldinglar. Bu yerda sizlarga mash yo'q. Bu yerda masalan yotoqni beraman, tomoqni beraman. Amdan o'rgansanglar kelayotgandan boshlab turmush bilib beraman. Amdan 6 oy, 1 yil mukammal mishada turib, o'zinglarning izchilligini, g'ayratinglarni, qo'linglarni hunarni chimanbaq atsanglar, shu chaqda mash to'g'ri paransa ishimiz. Mana bu ustam shogirdning farqi. Ustamlar degan bu yerga ravs bizga hunarni ko'rsatgili keldi. Shogird bo'lgandan keyin sizlar maşallah emas, bu yerga pul tepish emas, hunar o'rgangili keldinglar. Shunlashqa turmush bo'laylik ekan, ma deb bersam, turmush bilan xajlaysizlar. Mavo og'zimda chiqqan gap amaliyalashtirma. Amda bu qasang, kerakdan boshlablar ukam, ma turmush bo'lang. Supini olamsa, lunga olamsa, nima olsang ol. Amdan 3 oy, 6 oy tursanglar, so'g'on qulinglar qilib yoki menjangni men qildim mana desanglar, ayrim o'tirib mash to'qtizib yaram shogird bo'ldi. Endi mana mashini o'rtini deb birdan kildi. Shunlashqa bu yerda zolimlikni qilmaymiz. Taraq turung, vaqirab, jaqirab, patdan urib, zolimni qo'ldan olim chiqdi degan gapni men ishlatmayman. Cho'qim, inoq ishitmoq birinchi. Ustamlar shogirddan akiz bozaq qilmaydi. Men shogird ustam meni bozaq qilmaydi deb sizlar bo'shib, o'zinglar birga chiqsanglar bo'lmaydi. Cho'qim ustamlarning og'ziga gap chiqib qo'ycha, ustam, nima ish qilaman? Men nima qaysi chiqib borasiz? Beka o'qasanglar, ustam, bunaqmi deb og'zin hunarni kaltlanglar. Dadarim qanaq salamas, men qancha minut turg'azsaq joyiga keladi degan gapni o'zinglar so'rab qilinglar. Bulamda beka o'qasanglar, bir billing berib, tilpini ichib, do'yin berib qizdan ko'may. Hunar to'g'riliq, hunar o'rganib kelgan bo'lgandan keyin, shu qancha o'rgansanglar, o'zinglar qoladi. Mush bir necha oy, mush bir yil o'rganib olgan mush biliminglar bir umr jininglarga asqatadi do'yinlarim. Shunlashqa men nima qil kelganimizni cho'qim o'zimiz kallamiz uch qilishimiz kerak. Ana bo'lsa, menga yemir degan gapim birayinglar ota-onalar majburlab aka qo'g'onlar bormi? O'z ixtiyoringlar keldinglarmi? Bu muhim. Ba'zi ota-onalar majbur o'rgansin deb pattan siqib aka qo'yamasa, ukam, nima yoqtirsa menga qil. Men seni o'zing yoqtirgan yoki apar qo'yma. Ya mening o'rganganim batdi aka desanglar, davomli chimanbaq sizlarni qarshi oldi. Men nim tomoq yesam, shuni yeysizlar. Mush oshxonada asosiyatdan biz uni sizlarga tomoq turlik bizdan qiynalish qilmayman. Nima yeginglar bo'lsa, cho'ng ustamlar turibdi. Ustam bugun nim tomoq yemiz, o'zimiz qilib yapaqmizmi deb shogirdlar deysizlar. Men bir qo'rpaqa, bugun balalar tang yedanga deb shogirdlar o'z oldinglarga mana shunaq fursatni yaratishinglar kerak. To'qay qo'rib tursangiz, shogird qo'p. Men to'qay qo'rpaqa bugun biz xizmatchilar tomog'ini to'qay qilib isrof qilsanglar, menga hisob. Oshna vaqtlarda tajribaga asta-asta o'rlaydi. Tomoqdan bu yerda hagi sizlarni qiynayman. Nima yeginglar tushuninglar, chimanbaq o'zinglarning oilasi. Yotoq kelgan chog'da naroz yeringlar bormi? Yoz kuni iskitdigan, qish kuni to'la qolgan ish yo'q. Men havo tanshi uchun tatib, parnamasini to'la qo'yib issiq yatsizlar. Inoq ittifoq cho'qim bo'lishinglar kerak. Abay deganda bexatarlik, sabrlarni ajratadigan, ishlarga to'ylar shu pet qolmasin. Bexatarlik birinchi. Xohlajon nega? Oldinglar turganda butun do'konning mas'uli. Aqsab, olsa hammadan boshqaralaydi. Ishqi bo'shtalaydi, ham ishqi odamni akillalaydi. Men shunga o'qoqni berdim. Qog'ini chiroyli hurmat qilinglar. Ana mana qizlarning gapini qo'yay. Bak qizlar bizning chimanbog'ning gullari. Ancha-muncha qiliqsiz, tetiqsiz chaqchaqlar qo'yishinglar bo'lmaydi. O'zimning bir qo'shiq singlarga o'xshash. Cho'qim qo'yishinglar kerak. Tushundinglarmi? İşten tushgan chaqda, paran olib mol o'z qolsa, xizmatdoshgan chala qilinglar. Xizmat vaqtida bir-biringlar surlikilishib, o'z chaqchaq qoldimi? Tetiqsiz qilmaymiz. Xizmat usul. Xizmatdoshlar ara o'zaro chala o'tishimiz bo'lmaydi.